Bosh miyada qon aylanishi, surunkali buzilishi, motorning afaziya bilan umuman gapirmagan holatda kelganlar. Kelganimda ancha holatim qiyin holatga kelgan edim. Gapirolmay bir ikkita joyda borib bir davolangan edim. Undan foyda bermadi. Keyin misol namozda o'tirib o'qirdimda, hozir tikka o'qisam ham ancha yaxshi. Hozir holatlaringiz qanaqa? Yaxshimi? Allohga shukr. O'zgarishlarimiz qanaqa? Yaxshimi? Kelganimdan beri yaxshimi? Ancha tuzli. Yaxshi, Xudo xolasa. Bugun 7-kuni. Yaxshimi? Allohga shukr. Bemorimiz bosh miyada qon aylanishi, surunkali buzilishi, motorning afaziya bilan umuman gapirmagan holatda kelganlar. Bugun 7-kun, Xudo xolasa 4-kun gapirishni boshladiga. Kelgandagi holatingiz qanaqa edi? Hozirgi holatingiz qanaqa? Kelganimda ancha holatim qiyin holatga kelgan edim. Gapirolmay bir ikkita joyda borib bir davolangan edim. Undan foyda bermadi. Keyin mana shu yerda tavsiya qilishganda kelib mana shu yerda davolanib, hozir men holatim yaxshi, Xudo xolasa. Shu gapirmayotganimdan ham hozir gapirib ketdim. Yeyishim ham yaxshi bo'lib ketdi. Ishtahalarim ham ochib ancha yaxshiman. Boshim ham og'rirdi. Misol namozda o'tirib o'qirdimda, hozir tikka o'qisam ham ancha yaxshi. Bosh aynanishlarim bor edi. Hozir aynalgani yo'q, yaxshi, Xudo xolasa. Oraga o'zi xushchaqchaq inson ekansiz-ku, o'sha kelganingizda anchagina tushkunlik holat bor edi. Ha, bor edi, albatta. Anchagina. Bor edi. Umuman sizni kuldirib olishimiz oson bo'lmadi. Albatta, qiyinchilik bilan. Men aytdim, o'sha kuni shunaqa pul berishganda gapirib yuborardim, berishmadi. Ancha holatingiz yaxshi, ko'z tegmasin. Alloh shifo bergan rost bo'lsin. Xudoga. Endi bundan keyingi holatlarga jiddiy asabiy zo'riqishlardan ehtiyot bo'lib yuramiz. Issiqda ko'p yurib qo'ymaymiz, o'zimizni ehtiyot qilmasak, qaytalanish holatlari bo'lmaydi. Siz o'zingiz gapingiz bilan oldin ham shunaqangi bir ikki marta holatga tushilgan, lekin bu darajada kuchli bo'lmagan-a? Bir ikki marta insult bo'lgan edi bunda. Insult bo'layotganman, boshqa bo'lgan. Shu asabim buzilib qolsa, gapirolmay qolyapman-da. To asabim yana joyiga kelguncha bir hafta yoki 10 kun o'tib, keyin yana asab joyiga kelsa, yana gapirib ketib qolardim. Miya o'sha nima bo'lgan, tormoz qilib qolyapti-da. Tormoz qilib gapirolmay, o'sha sistemalashligi bor, tomirlar sistemalar nima qilmayapti. O'sha gapirolmay qolganingizda o'zingizda qanaqa his bo'lyapti? Hissiyotmi? Gapirmayotgan paytimda hissiyotimcha hech narsa ko'ngilga sig'maydi, hech narsa qiymi kelmaydi. Bir tushkunlikka tushgan bo'laman-da o'sha paytda. Hozirgi holat zo'r. Hozir holat hech qanaqa bir muammoli holat bo'lgan yo'q, yaxshi. Bemalol gapirib, gaplashib, kulishib, gaplashib ko'rishib o'tiribmiz. ko'ngilga sig'yapti asosiysi. Asosiy shu, o'sha xushchaqchaq bo'lsa, yaxshi joylarda ko'p yursam-da bo'lsa, sayohat qilib yursam, odamlar ko'ngilni ko'taradigan bo'lsa, o'sha yaxshi yuraveraman. Nima bo'lmasa, ko'ngillarimiz nima qilishadigan bo'lsa, endi doktorlar ham kelayotgan muolaja qilayotgan qizlarimiz, nimalarimiz ham yaxshi kutib olib, yaxshi nima qiladigan bo'lsa, yaxshi yuraveradi. Chunki faqat muolaja bilan emas, faqat ukol dori bilan emas, balki yaxshi shirin so'z bilan ham insonni davolasa bo'ladi-da. Albatta. Klinikamiz haqida fikrlaringiz? Klinika yaxshi klinika ekan, vrachlari ham oliy toifali, yaxshi nimalari. Ertaman ham kech paytdan kelib nazorat qilib ko'rib nima qilib ketyapti. Kech paytdagini ham ko'rganda qanday holat edi, ertamanda kelganda qanaqa holat deb ko'rib tashxislar qo'yib ketishyapti-da. Borini aytib qo'yasiz. Bo'ldi. Fiziolecheniyalar ham bo'lyapti. Ha, fiziolecheniya ham bo'lyapti. Fiziolecheniya bo'lyapti. Hammasi. Endi kamchiligini hozircha uncha sezmadim. Nima yaxshi sharoitlar. Mahal ovqati bor. Ertamanda sutli ovqat. Bu sutli ovqatni berishdagi maqsad o'sha insonni miya faoliyatini yaxshilab, u yoshartirishlikka olib borganda bu sutli ovqatlarning foydasini. Bitta ham suyuq ovqat bersa o'sha insonga parhezli ovqatlar yeyishligi foydasi ko'pligida. Albatta.